İbretlik hikoya Paltı bilan daraxt. Burun yer yuziga bir tüp daraxt önüp chiqibdi. Kunlarning o'tishiga agishib, bu daraxt intayin haybatlik qad ko'taribdi. Kunlarning birida daraxt palta tarafidan kesilmoqchi bo'ldi. Palta debdi: "Daraxt, sen kesilmoqchi bo'layotsan. Sening bu umringda eng azoblanadigan ishing qaysi?" deb so'rabdi. Daraxt paltaga azoblangan holda: "Sening sepingning mendan yasanganligiga azoblanaman" debdi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, hayotlikda siz eng yaqin deb bilgan ba'zi odamlaringiz sizga ashu paltadek javob qaytaradi. Do'stim, shuning uchun siz yana bir daraxtga aylanib qolmaslik uchun atrofingizdagi har bir kishilarni tafsiliy kuzatishga ahamiyat bering. Do'st bo'lishga tegishliklar bilan do'st bo'ling. Mehr berishga tegishli kishilarga mehr bering. Hargiz o'zingizning do'stligingiz, mehr muhabbatingiz o'zingizni qurbon qiladigan qotilga aylanib qolmasin.